$170 chek. O'zbekistonda $170 chekdan necha pul cashback olishingiz mumkin? Nega men bu cheklarni rezinali qo'lqop bilan ushlayapman? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqda men sizga hozir aytib beraman. Ushbu cheklar thermal paper degan maxsus kimyoviy qog'ozdan tayyorlanadi va bu qog'oz tarkibida inson salomatligi uchun zararli bo'lgan BPA va BPS degan zararli moddalar bor. Bu moddalar inson organizmiga yog'li teri, nam teri orqali inson organizmiga kiradi va gormonlar buzilishiga olib kelar ekan. Oxiri gormonlar buzilishidan keyingi eng oxirgi zararli etapi, ya'ni saratongacha olib borishi mumkin ekan. Shu sababdan bugungi kunda Amerikada qog'oz ko'rinishidagi cheklardan voz kechib, elektron cheklarga o'tishyapti. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham bu cheklarni zararligi ilmiy isbotlangandan keyin qog'oz cheklardan voz kechilib, elektron cheklarga o'tiladimi yoki qog'oz cheklardan foydalanish davom etadimi? Fikrlaringizni izohda qoldiring va ushbu videoni cashback olish uchun chek yig'ib yuradigan do'stingizga jo'natib qo'ying.